Marketing bu mijozni aldash emas, balki mijoz bilan ishonchli aloqalar qurish san'atidir. Lekin ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi marketolog yoki tadbirkorlarni ko'ryapmizki, reklamalarda aldovlar yoki ortiqcha va'dalar berib odamlarni aldashmoqda. 18 yillik tajribaga ega xalqaro toifadagi marketolog sifatida halol marketing konsepsiyasini ilg'or suryapman va barcha tadbirkorlarni halol biznes qilishlarini va reklamalarda aldovni ishlatmasliklarini xohlardim. Halol marketingda faqatgina moliyaviy foyda haqida emas, balki baraka, rostgo'ylik va uzoq muddatli ishonch qurish haqida gaplashamiz. Halol marketingda siz reklamada ortiqcha va'da bermaysiz, mijozlarni majburlab, ya'ni manipulyatsiya qilib mahsulotingizni sotmaysiz. Halol marketingda siz har doim rost gapirasiz, o'z qadriyatlaringizni ko'rsatasiz va shuni oqibatida mijozingizni ishonchini qozonasiz. Natijada bu ishonch sizga baraka olib keladi. Aynan mana shuning uchun ham men o'zimni marketing strategiyasi va rejasi degan kursimda biz birinchi bo'lib shu inson o'z qadriyatini aniqlashdan boshlaymiz. Sababi shu insonni, ya'ni biznes egasini, shu tadbirkorni o'zini shaxsiy qadriyatlari albatta biznesga ko'chadi. Shu kursimiz boshida tadbirkorlar birinchi shu marketing strategiyalarini tuzishdan oldin o'zlarini qadriyatlarini aniqlab olishadi va shu qadriyatlari asosida biznes qadriyatlarini ham belgilab olishadi. Bu juda ham muhim jarayon deb hisoblayman.